Sangarzak qishlog'ida tashkil etilgan o'sha sayyohlar va turistlar uchun yaratilgan, xalqimiz uchun yaratilgan shart-sharoitlari juda chiroyli bo'lgan manzilgohdan olib borayotgan reportajimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugun mana bolalar bilan, mana do'stlar bilan, yaqinlaringiz bilan kelib tomosha qilayotgan ekansizlar. Qanday taassurot qoldirdi sizda? Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bizni O'zbekiston jannat makonimizning, yurtimizning Surxondaryo viloyatida Sarasiyo tumanining Sangardak qishlog'ida mana shunday bir manzarali joy ochilganini men juda ham xursandman. Men juda ko'p chet mamlakatlarga borganman, chet mamlakatlarni ko'rganman. Masalan, Trabzon, Turkiyaga borganman. Turkiyaning o'zining ob-havosi, ko'rinishi boshqa, lekin bu betakror Sangardakniki. Sangardak mana shunday bir ajoyib, Trabzondan ustun qo'ydim men bu yerda. Keyin Vyetnamga borganman. Vyetnamning ob-havosi, joylari boshqa, lekin Sangardak sanatoriyasi, Sangardak qishlog'i, Sangardakda ochilgan mana bu joylar baribir ustun. Rahmat. Biz sizlarni maroqli dam olishlaringizni istaymiz. Albatta, hurmatli aziz yurtdoshlar, biz bilan birga bo'lsangiz, bugun mana shu olib borilayotgan bu yerdagi katta hajmdagi bunyodkorliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizdan uzoqlashmang. O'zlaringizni fikr, mulohazalaringizni, savollaringizni kommentlarda qoldiring. Albatta, sizlarga savollaringizga, sizlarni qiziqtirgan barcha ma'lumotlarni tezkorlik bilan berishga harakat qilamiz.